Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharqon tumanida joylashgan yana o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta buqamiz bor. O'sha haqida bo'ladi. Bitta buqamiz 68 ming so'mdan sotildi. Hozir o'sha buqamiz oldiga borib to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Albatta hurmatli obunachilar, qurbonlikka so'raganlar uchun buqalarimiz tayyorlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Ko'ryapsizlar. Shunaqangi holatda buqalarimiz. O'zimizning granulamizda baqilgan buqalar. — 500 kilodan 700 kilogacha buqalarimiz bor, xudo xolasa. 700 kilodan oshiqrog'i ham bor. Qurbonlikka so'raganlar uchun ham. Bo'lsa mana shu 700 kilodan oshiq. Bu ham mana shu 700 kilodan oshiq chiqadi. Hurmatli obunachilar, mana shu buqamiz sotilgan. Buni 68 mingdan sotildi. To'liq videosini xudo xolasa ertaga qo'yib beramiz. Bu buqamizga qancha foyda qoldi, to'liq ma'lumotlarni ertangi videomizda ko'rishingiz mumkin. Qolgan buqalar mana. Mana shu buqamiz ham bor. Sotilaveradi qurbonlikka. 700 kilodan oshiqroq chiqadi. Xudo xolasa. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Albatta shu joygacha like bosmaganlar like bosib qo'yasizlar. Mana hurmatli obunachilar, mana shu buqamiz. Bo'yinlik. Lekin ozgina qonni bor, lekin bo'yni ancha kuchli. Shu. Mana shu buqamiz, ko'ryapsizlar. Shunaqangi holatda. Mana shu buqamiz. Akalar hozir kelishyapti yuklagani. Yuklayotgan jarayonlarni ko'rsatib beramiz. Albatta iloji boricha tarozidan video qilishga harakat qilamiz. O'ta sho'x buqamizda bu. Buni ancha-muncha to'g'risi eplab bo'lmayapti. Shuning uchun nuqtalarni baylab bo'ynilariga baylab tashladik. Hozir guvoh bo'lib turamiz. Iloji bo'lsa tortamizda yuklash jarayonlaridan syomkalarni qilib beramiz. Hozircha sog' bo'lib turasizlar. Akamiz kelgandan keyin davom ettiramiz. Hurmatli obunachilar, mana tortib oldik buqamizni. To'g'risi taroziga chiqqanda video qila olmadik. — 625 kilo chiqdi. 625 kilo. Shu buqamiz. Hozir yuklab bo'lgandan keyin to'liq bunaqasini beramiz. Akalar mana yuklashyapti. Ha, xudo xolasa Hush. Ket.